Yop berganman, lekin o'sha yerda ozgina yolg'on gapirishgan. Mol jo'natmayman. Sukut qilganman, juda og'ir bo'lgan, chunki mehmonlar chaqirilgan. Qiyinchilikdan chiqib ketaman degan holatingizda sizga yordam berganlar kimlar bo'lgan? Inson soatni vaqt ko'rish uchun sotib olmaydi. Farzandga e'tibor bermaydi. Bo'ldi, men ishlayapman, hammaga yetadi. Bizni siz uchun o'zimizni cho'mchagimizdan Rolex servis sentrdan tekshirib beramiz. Bismillah deb mehnat qilish kerak. Bir yosh sizga Instagramdan murojaat qilib, meni shogirdlikka oling, men ham shu sohada qiziqaman deb sizga yozsa shogirdlikka olasizmi? Keling. Obid aka, yaxshimisiz? Zo'r, alhamdulillah. Yaxshi keldingizmi? Zo'r, rahmat aka. Siz? Ajoyib. Obid aka, o'zi bu soat yo'nalishigada, bu soat biznesiga kirib kelganingizga qancha bo'ldi aka? 10 yil atrofi bo'ldi. 10 yil atrofi. 10 yil atrofi 10 yil oldin hamyonbop soatlar sotardik. Keyin maqsad qilganimiz eng eksklyuzivga o'tishni va biz Dubay dunyo bozorini tanladik va Dubaydagi eng zo'r assortimentni biz xalqimizga ko'rsatyapmiz. Shu kirishga sizga kim sababchi bo'lgan yoki o'zi qiziqqanmi soat? Men o'zim chiroyli usti-bosh, kiyim, poyabzal yoki soat bo'lsin yoki qimmatbaho parfyum bo'lsin. Chiroyli ko'rinishga o'zim yoshlikdan intilganman, chiroyli yurgan odamlarni havas bilan kuzatganman. Keyin parfyum biznesini boshlaganman, yoshlikdan savdogarlik qilganmiz. Parfyum biznesini boshlaganimdan keyin parfyum bu ko'rinmas aksessuar bo'lsa, soat bu ko'rinib turadigan aksessuar. Usti-bosh chiroyli kiyinishga qulaylik, poyabzal hammasi menda bo'lsin, eng eksklyuziv bo'lsin deb niyat qilganman. Keyin savdosini boshlaganmiz. Mana sizni o'zi bu sohadan avval ko'pchilikdan bir so'raganimizda o'zi Obid ukamiz oldin qassob bo'lgan, qazichilik qilgan degan shu holatlardan kelib chiqib qiziqishlar bo'lgan ekanda o'zi. Qazichilikga, hunarga o'tishimizdan oldin savdogarchilik qilganmiz. Juda kichkinaligimizda yaqin tanishlarimiz Xitoydan kiyim boshlab olib kelishardi, kiyimli, oyoq kiyimli, har xil aksessuarlar. Biz shu 10 yoshimizdan shu paytda o'shani mahallada sotib yurardik. Keyin 14-15 yoshimizda bir qarindoshimiz ammozani o'g'li qazi qilardi, juda ham sifatli va mazali edi. Keyin shu hunarni o'rganing, qiyinchilik ko'ryazgina deb ota-onam ruxsat berishmagan. Oxirgi farzandsan, keyin uylan bo'lgan. Hamma narsa yetarli. Nima qilasan unaqa qiyin ishni? Ba'zi qarindoshlarimiz qiynalgan, ishlolmagan. Qiyin ish juda ham deyishgan. Men erkak kishiman, ozgina qiyinchilik ko'rgim kelyapti deyman. Va salkam 10 yil qarindoshimiznikida 2 yilda o'rgan bo'lgan hunarimni yana 6-7 yil qarindoshim uchun ishlab, yordam qilib, xuddi shogirdlar chiqarib, past-balandni ko'rib, muomalani o'rganib, qishda ham sovudimi, yozda ham issuvdimi, shu ot so'yib, qasd qilganmiz va bu hunarim o'zim bilan. Qayerga borsam, bu hunarimni ishlatib, pichoqlarni ham chiroyli ishlatamiz. Bir bu haqida kontentlar qo'yaman inshaalloh. Mana shu soat savdosi, shu biznesga kirib kelishingizda sizni boshlang'ich investitsiya qancha bo'lgan aka? Juda kam, juda kam. Ayta olasizmi? 10 ming, 20 ming atrofi bo'lsa kerak. 10 ming, 20 ming atrofi. Ana shu boshlanishdagi sizni mahsulotlaringiz qanaqa bo'lgan va uni sotish holatlari odamlarga, misol uchun bu qimmat tovar hisoblangan ana shu paytda ham, yoki hozirgi holatda ham ishonch tariqasida qanaqa bo'lgan aka sizga? Ishonch, kecha eslab o'tdik. Ishonch halollik ustiga quriladi, to'g'rilik ustiga quriladi. Siz to'g'ri bo'lsangiz, oqqa oq, qorani qora desangiz, original mahsulotni insonlarga chiroyli yetkazib bersangiz, bitta savdo chiroyli yopilsa, keyingi savdolar ulanib ketaveradi. O'zi bir insonni 250 qonuni bor ekan, juda muvaffaqiyatli Toyota'ning mashinalarini 20 mingga yaqin sotgan inson ekan. Men uni keyin internetda ko'rib qoldim. U insonning ikkita qoidasi bo'lgan ekan. Mijozlarga har doim kulib muomala qilish, juda samimiy muomala va 250 qonuni o'sha har bitta savdo kulib, juda chiroyli savdo yopilgandan keyin har bitta odamda degan 250 ta yana kantaki bo'ladi degan. Bitta savdo mijozni rozi qilib, zo'r sifatli narsani berib,
kulib, zo'r muomala qilib savdo yopilsa, keyingi savdo 250 ta yana o'sha har bir mijozdan 250 ulanib ketaveradi deganda. Biz bu narsani networking yoshlikdan ozgina yaxshi tushunganmiz. O'zi qarindosh urug'imiz ko'p. Dodamiz katta savdogar bo'lganlar, Sobidagi gilamfurush bo'lganlar, Shofoizda yosh kattalar, eskilar yaxshi bilishadi. Shu dodamizdan qondan yuqqan bo'lsa kerak, balkim bizda o'sha savdoga juda ham bir iqtido deydimi? Yaxshi nima bo'lgan, o'zi qiziqish, intilish. Keyin ko'p narsa savdoda muomalaga bog'liq. Muomalaga bog'liq. Ba'zilar do'konga kirasiz. Do'konning xo'jayini bo'lmaydi u, aksar holatda u yerda ishchi bo'ladi. Kimdir kirsa kiyimiga qarab muomala qiladi. Turgisi kelmaydi, ko'rgisi kelmaydi, mensimaydi klientni. Bu narsalar noto'g'ri. Inson qanaqa holatda, qanaqa ko'rinishda kirishdan qat'iy nazar sizni do'koningizga tashrif buyurgan mijoz siz uchun qadrli bo'lishi kerak va uni qadrini do'koningizda muomala bilan, bir piyola choy bilan ko'rsata bilish kerak. Dunyo bozori Dubai Mall nima beradi? Ya'ni u o'zini mijozlariga. Uni mijozlari Rolex, misol uchun Louis Vuitton, Gucci, soatlardan Hublot bo'lishi mumkin, Patek Philippe, Richard Mille yoki dunyo brendlaridan masalan Chanel, ha? Dubai Mall va'da qiladi, bir kunda Dubai Mallga 300 mingta odam kirib chiqadi. O'sha Dubai Mallda 200 ming dollar arenda to'laydiganlar bor. 300 ming dollar to'laydiganlar bor. 100 ming dollar to'laydiganlar bor. Ularga shu do'koningning oldidan men shuncha odam o'tishiga garantman deydi. Tushundingizmi? Endi u o'tib ketayotgan mijozni olib qolish u o'ziga bog'liq. Yoki kirgan klientni. Biza masalan mijoz kirsa, chiroyli muomala qilib kutib olsak, bir piyola choyimizni qo'yib bersak, qalinkida bitta dona shikolat bilanmi yo bir shirinlik bilanmi uni bir shirin muomala bersak, puli bor, hozir olish niyati bor odam savdoni juda ham mamnunlik bilan qiladi. Hozir imkoniyati yo'q bor odam imkoniyati bo'lganda oladi yoki imkoniyati bor insonga tavsiya qiladi sizni. Har qanaqasiga shirin muomala bilan yutasiz. Keyingi narsa Dubai Malldan misol qilib olib keldim. Dubai Mall mijozlarga o'sha sotuvchini qanaqa muomala qilish kerakligini aytadi. Masalan, shu Hermes soatini sen mijozga tushuntir deydi. Seni vazifang bu Hermes soatning istoriyasi, tarixini va qanaqa, misol uchun brillianti bor buni. Buni qo'lga taqsa bo'ladi, qo'ldan tashqari bo'yinga taqsa bo'ladi. Shu narsani informatsiyasini, ma'lumotini juda chiroyli tarzda klientga yetkazish sening vazifang, chiroyli muomala bilan deydi. Seni vazifang sotish emas deydi. Mijoz oladimi, olmaydimi? Sen zo'r ma'lumot berdib. Ular Dubai Mallning sharti shu. Ya'ni o'shanda u o'zidan ko'ngli to'q bo'lib, birinchi o'rinda mijozga chiroyli muomala qiladi. Chiroyli muomala bilan juda katta haligi savdolar yopilganda. Misol uchun to'g'ri so'z bilan Dubayda to'g'ri so'zligiga bitta misol qilaman. Bitta juda katta uy sotuvchi uy sotish uchun pul sotadigan odamning oldiga pul bilan juda katta million dollarlik uy olmoqchi bo'lgan odam keladi, ko'radi, uyni tanlashadi. Uy mijozga ma'qul, sotuvchi ham sotishga tayyor. Ozgina vaqtdan keyin mijoz olishga tayyor pul bilan keldi, olmoqchi. Uy sotuvchi uydagi muammoni bilib qoladi. To'xta deydi, senga bu uyni sota olmas ekanman deydi. Nimaga deydi? Men olishga tayyorman, bolalarimga, ayolimga, hammaga yoqdi. Biz olamiz uyga desa, uyi oldidan qanaqadir muammoli holat metro o'tadigan bo'lib qoladimi? Uyi pindamentida muammo bo'ladimi? Haligi mijoz shunaqa katta, misol uchun Dubayda mana yaqinda bir tanishimiz bitta uy sotdi, 150 ming dollar unga protsent chiqarib berildi. Uy shunaqalar bo'ladi, 1 million dollar chiqarib beradi. Shunaqa bo'ladi, 5 million, 10 million dollar uy sotilganligi protsent. U nechidir million pulni, misol uchun 4% ham
ba'zida shunaqa katta summa bo'ladi. Men o'zimni Dubayda yopgan kesim bitta uy sotdim. 50 ming dollar foyda qoldi. Postiga qo'ygansiz. Ha, postimga qo'yganman. O'zimizning yaqin akamiz olganlar. Mijozimiz oldi berdi ko'p qilamiz. Bizda nafaqat uy, bizda soat, parfyum necha yillik mijozda u. Aytmoqchi bo'lganim, haligi mijoz haligi sotuvchini haqiqatini, qadrini shunaqa baholaydi. U uyni o'sha holatda boshqa odamdan oladi. Boshqa odamdan oladi. Lekin o'sha ozgina muddat o'tgandan keyin haligi uydagi muammoni ko'zi bilan ko'radi. Ko'zi bilan ko'rgandan keyin butun umrini oxirigacha hamma uy oladigan o'ziga to'q tanishlariga haligi uy uchun reklama qiladi. Tushundingizmi? Mana ba'zida bizda ham bo'ladi. Misol mijozlar Obid Grafdan yoki Cartierdan yokida deylik Pulguri brendidan bu brenddan 50 ming dollar, uzoq 100 ming dollargacha soatda, misol uchun yaxshiroq narxlarda olinsa biz tavsiya qilamiz. Bular ham katta brendlar. Lekin Cartier soatchi emas, faqatgina soatchi emas. Cartier yuvelir, mana Cartier mahsulotlari turibdi. Cartier yuvelir, parfyum va hokazo chiqaradi. U hech qachon Rolex bilan raqobatlasha olmaydi soat sohasida. Chunki misol uchun siz sumka chiqarsangiz, siz ham sumka ham parfyum ham ro'mol ham sotadigan brend bilan raqobatlashishingiz qiyin. Chunki fokusni bittaga qaratish bu вообще boshqa narsa-da. Bruce Lee aytadi, men bir priyom udarni 1000 marta o'rgangan odamdan qo'rqaman deydi. Bitta udarni. 1000 ta udarni biladigan odamdan qo'rqmayman deydi. Misol uchun, har bitta odamning fishkasi, o'zini fokusi bitta ishga zo'r qaratilinsa, unda o'sish bo'ladi. O'sha eski maqolimiz daraxt bitta joyda ko'karadi degandek, inson bor kuchini bitta o'zini yoqtirgan ishiga qilsa, uni fokusi boshqacha bo'ladi. Bizda misol Grafdan yoki boshqa katta brendlar bor. Qimmat soat olishmoqchi bo'lsa, mijozlarga aytamiz: "Akajon, biz Grafdan, Rolexdan ko'ra ko'proq foyda qilamiz. Lekin sizni ham qadringizni, qiymatingizni ertaga mol sotib olganda mayli, hech qachon sotgudek qilmasin. O'rniga undan ham yaxshiroq narsa olishingiz mumkin kelajakda. Sotib alishtirganingizda ham mulk bo'lib turadigan, balkim qadri o'sha payt oshadigan brend tanlaylikmi? Bu brendni hozir juda qimmat soatini 500 ming dollarga Jacob & Co.dan misol soat olsa, Jacob & Co.dan ko'rayotgan akalarimiz xafa bo'lmaylar. Biz yaqinimizda o'zbek akalarimiz bor. Mijozman, men Jacob o'zi bilan ham ko'rishganman. 500 ming dollarlik soatini olib chiqib sirasi sotaman desangiz, 250 ming yo 300 ming dollarga sotasiz. Rolex, Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet'ni to'g'ri tanlasangiz, soatini ola olsangiz, eshik tagiga chiqdingiz, foydadasiz. Taqilsa ham narx tushmaydigan modellar bor. Bizda shu narsalarni mijozga bizga foyda narigidan ko'proq qolsa ham haqiqatni tushuntirganimiz uchun birinchi o'ringa misol uchun faqatgina o'zimizning manfaatimiz emas, mijozni ham o'ylaganimiz uchun mijozni ketidan mijozlar ulanib kelaveradi. Mana biz hozir sizni ikkinchi do'koningizda turibmiz, ya'ni Obid Sobitov. Mana shu holatda siz hozir Dubayda ham ish faoliyatini olib boryapsiz. Bundan keyingi rejalaringiz qanaqa? Siz ya'ni O'zbekistonda ish faoliyatingizni olib borasizmi yoki Dubaydan? Men o'zi savdogarlik sohasida o'zi butun dunyoga chiqish niyatim. Ya'ni misol biz Hermes'ni Italiyadan chiqqan Parij brendini olamiz. Shvetsariyadan chiqqan Rolex brendini olamiz masalan. Egasi qatli bo'lishidan qat'iy nazar soat desa hamma Swiss bo'ladi. Biz ham Shvetsariyada chiqaraylik, balkim o'sha payt kelib O'zbekistonda shunaqa texnologiyalar bo'lar. Bunga ozgina vaqt kerak. Men Obid Sobitov butik brendi, Obid Sobitov watch, Obid Sobitov parfyum brendlarini patentlab oldim. Pullarni to'lab O'zbekistonga kelib, endi buni dunyo miqyosida patentlayman va sekin-sekinlik bilan birinchi parfyumdan boshlayman yoki sumkadan boshlayman. Soat mexanizmi istoriya kerak ozgina. Bizda hozir 10 yil atrofli istoriyamiz bor. Yana balkim 5 yil, yana 10 yil o'tar. Biz o'rganamiz, izlanamiz va kelajakda Rolexga o'xshagan butun dunyo tan olgan soatlarni yoki
eng zo'r hozirgi kundagi trenddagi Loro Piana bo'lsa, biz Loro Pianani Obid Sobitov butik brend asosida yoki eng zo'r parfyumlarni Obid Sobitov parfyum brendi asosida shu O'zbekistondan chiqqan tadbirkor misol butun dunyoga chiqib, misol bizning do'konlarimiz Amerikada bo'lsin, Italiyada bo'lsin va bu yerda ham ishlab chiqarish sekin-sekin zavodlarni qilaylik. Hozir 10 ta atrofi inson qo'limizda daromad topayotgan bo'lsa, kelajakda yuzlab, minglab odamlar qo'limizda 100 minglab, 1 millionlab ish o'rinlarini misol uchun ta'minlash, jamiyatga foyda keltirish, insonlarga ham dinda ham dunyoda bir yaxshi maslahat berish, bizni o'zimiz zo'r o'rgatish, ta'lim berish, ishlarni rivojlantirish. Mana siz mana shu savdo yo'nalishiga boshida 5 ming, 10 ming, 20 ming dollar bilan ish boshlaganman deyapsiz. Mana hozir misol uchun bizni kuzatib turgan yoshlar bo'lishi mumkin yoki imkoniyati bor yoki imkoniyati yo'qlar ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Sizga o'xshab mana shu yoshga yetguncha yoki o'zini holatda asoschi bo'lish uchun qiziqib ko'rayotgan odamning imkoniyati bo'lmasa, mana shu savdoga kirsa bo'ladimi? Hozir misol uchun unaqa summa bo'lmasa ham kamroq miqdorda boshlasa bo'ladimi? Bir millionerga savol berishdi, intervyu ko'rib qoldim. Siz millionermisiz dedi. Yo'q, men millioner emasman dedi. Men milliarderman dedi. O gap yo'q dedi. Falon zavodlar, falon katta kompaniyalarni aytdi. Siz nech pul bilan biznes boshlagansiz dedi. Men de juda katta summani aytdi. Shuncha qarz bilan boshlaganman dedi. Otamni shunaqa katta qarzi bo'lgan. Shuncha qarz bilan boshlaganman dedi. Inson Allohga ishonsa, ota-onasidan duo olsa, erkak kishini rizqi ko'chadi. Alloh taolo qachon berishi, qachon baraka berishini o'zi biladi. Muhimi bismillah deb o'rnidan turish, maqsadni qo'yish, duo olish, insonlarni rozi qilish, ishchilarni rozi qilish. O'shu yana 3 ta 4 ta o'zini qoidalari bor. Men bilmaganlarim bor. Bizdan kattalar yaxshi bilishadi. Men bilganlarimni soddaroq qilib aytaman. Oldinga yursa, misol uchun hozir dunyo bo'yicha qarayotgan brendlaringiz nechidir ming marta o'xshamaganlari bor. Buni dunyo misollari juda ko'p. Masalan, chiroqni chiqargan, lampochkani chiqargan odam ham aytishadi, nechidir ming marta o'xshamagan, oxirisida o'xshagan. Inson himmatni o'ldirish kerak emas. Ya'ni niyat, maqsad, jiddiy o'tirasiz, turasiz, yurasiz, yiqilasiz, yana turasiz. Ya'ni niyatga bog'liq hamma narsa. Niyat. Hech qanaqa pulsiz hozirgi kunda yoshlarga maslahatim bema'ni, betayin blogerlarni kuzatgandan ko'ra, Yevropada yoki o'zimizdagi qaysidir insonlarga taqlid qilgandan ko'ra, yoki ularning auditoriyasiga komment yozib, o'zini vaqtini, umrini ketkizgandan ko'ra, yaxshi yashash niyati bormi? Otasiga, onasiga, qo'ni-qo'shnisiga, vataniga yaxshilik qilish niyati bormi? O'rnidan tursin, ishlasin. Hech kim u uchun ishlamaydi. Bir xil omad deydi. Endi hamma narsani keng tushunishga harakat qilamiz. Bismillah deb mehnat qilish kerak. Sababi, natijasi Allohdan. Hech kimni bahona qilish kerak emas. U unaqa qilyapti, bu bunaqa qilyapti. Insonlarni bahona qilib, aybi birovdan qidirsangiz o'tiraverasiz. O'rnidan turish kerak. Kecha kunduzda mana o'sha Instagramda, YouTube'da, TikTok'da bekor o'tirgandan ko'ra, o'zini shaxsiy brendini ochish kerak, yo'nalish tanlash kerak. O'sha sohani 5 yildir, 10 yildir zo'r o'rganish kerak. O'sha sohada yurish kerak oldinga, faqat oldinga. Joyi keladi, sabr qiladi, ozgina kutadi. O'tiradi, yana turadi. Hamma narsani o'zini vaqt soati bilan Alloh taolo barakasini beradi. Albatta u ham o'zini mehnatiga yarasha o'zini rizqini hayotida topadi. Mana shu ko'rsatuvingiz chiqqandan keyin, mana shu javobingizdan keyin misol uchun soat biznesiga qiziqadigan yoki parfyum yo'nalishida qiziqadigan bir yosh sizga Instagramdan murojaat qilib, meni shogirdlikka oling, men ham shu sohada qiziqaman deb sizga yozsa shogirdlikka olasizmi? Menga ko'p yozishadi. Hozircha offline, ya'ni offline bu do'kondagi shogirdlarim yetarli. Fiziki menga yordam berayotgan insonlar yetarli.
Men do'konga kelishsa yuzma-yuz ko'rishib, onlayn biznesni o'rgatishim mumkin. Ya'ni, misol uchun kimdir mana shu sumkani internetga qo'yapti, chiroyli qilib ma'lumotini beryapti, narxini qo'yapti va buyurtma olyapti. Qo'shnisidan, bir kun ammasidan, bir kun tog'asidan boshlanishiga yaqinlar ko'mak berishi mumkin. Yoki yaqinlardan ham faqat ular olish kerak ekan. Mana bu gapni keng tushunish kerak, kutib qolish kerak emas. Qo'shnisi olar, misol uchun qaysidir uzoqroq qarindosh olar, balkim ko'chadagi mahallasidagi misol uchun qanaqadir akasi yoki ukasi olar. Sekin-sekin shu narsani buyurtma orqali o'zini tan narxini qo'yib, ochiq tijorat o'zini hamma rasxodlarini hisoblab, ustiga bir qism servis xizmatini qo'yib, onlayn savdoni rivojlantirsa bo'ladi. Sizlik ustozlik qila olasiz. Ha, inshaalloh. Qo'limizdan kelgancha kerak bo'lsa mana bizaga kelib, bo'ldi, ishlaymiz, tizimlashtirib bering, yordam bering, yo'l-yo'riq ko'rsating deyishsa, bizani tayyor Dubayda shogirdlarimiz bor. Bizani misol uchun biznesimizni qilib, bizga nima zakaz tushsa, o'sha zakazni borib, o'rganib, narxini aytib, O'zbekistongacha yetkazib beradigan ukalarimiz bor. Biz yo'naltirib qo'yamiz. Ular ham, bular ham hammasi rizqini topib ishlayveradi. Va til o'rganishsin. Til o'rganishsa, dunyo miqyosida chet ellarda malaka oshirib kelib, keyin bu yerda mutaxassisligini davom ettirsa bo'ladi. Obid aka, unda to'lig'icha savollarga o'tishdan avval bu yerdagi mahsulotlaringizni bir qator tanishib o'tgansiz. Biz ko'rayotgan tomoshabinlar ham keyinchalik ko'rib bizlarga kelib xarid qilsa bo'ladigan holatda. Bitta jenskiy, bitta murskoy sumkamiz Hermes brendidan. Bu sumkamizning narxi $5000 dollarda. Bu sumkamizning narxi $13000. Bular do'konidan yillab kutib olinadigan sumkalar hisoblanadi. Cartier brendidan Zire, Uzi, bo'yniga taqadigan sipochkasi va bilak uzugi va Rolex brendidan 41 mm yashil zangori rang oyster braslet bilan juda ham chiroyli soat. Murskoy narxi $15000. Obid aka, ma'lumot o'rnida biz qayerdaligimizni bir qator o'zingiz tomoshabinlarimizga aytib ketsiz. Biz Mirobod Avenue'damiz. Mirobod Avenue'ni 1-etaji Black Star Moyka'damiz. Black Star Moyka yaqin akamiz, Maqsad akamga. Bu yerda men shunaqa sharoit ko'rdim. Bu yerda olganimda, ochganimda, remont boshlaganimda men Dubayda edim. Maqsad akam aytdilar, biz shunaqa plan qildik. Bu joyni sizga tavsiya qilaman dedilar. Mijozlar Moykaga kelganda qulaylikni ta'minlash uchun biz Moykada sartaroshxona ochdik dedilar. Odamlar ham mashinasini yudirib, vaqtida unumli foydalanib sochini oldirib olsin. Misol uchun kinozal bor, kimdir ozgina dam olaman desa kinozal qilishgan. Bilyard o'yingohlari bor. Keyin restoran bor, Bets Cafe. Restoran to'g'risida bizning do'kon. Atir do'kon bor. Yaxshi oziq-ovqat supermarketlari bor. Odamlar bu yerga kelganda o'tda sigaret chekib kutib o'tirgandan ko'ra juda vaqtdan unumli, kerakli foydalanib nima qilinadi. Keyin mo'ykamiz O'zbekistondagi eng sifatli nomer 1 mo'yka. Shuni sizga tavsiya qilaman. Odamlar soat yoki atir deb bormasa ham, sizni eksklyuziv qimmatbaho tovarlaringizni odamlar hissiyot yo'lma-yo'l chiqib qolganda, o'rtog'ini oldida, ayolini oldida og'iz kelib ovoradi. Plan bilan kelmasa ham, mana shunaqa plan qildik biz. Bu narsalar o'zi yo'ldan chiqqanda hissiyot bilan ham ko'p olinadi. Zo'r lokatsiya, shaharning eng hozir obro'li sentr joyi olindilar. Shu yerda oldik. Mana bu yerda men dizayner, bu yerdagi muhit juda ham boshqacha. Men oldin ko'rmaganman. Misol uchun Toshkentda soat magazinlarida shunchaki soatlarda qo'yib qo'yishadi, lekin mijoz bilan bemalol soat haqida ma'lumotlar tushuntiradigan joy. Bu yerda bu ta'minlash ishlari qancha ketdi aka? Bitta $40000 dan oshib ketdi. 1 yil atrofi remont qildik va biz taqlid qilganmiz Rolexga. Rolex brendi tabiat rangi, yashil rang ishlatilgan. Bizning logotipimiz ham o'rtadagi O, ikkita chetidagi W watch.
qisqartirib shu Obid Sobit Watchga logotip qilganmiz. Bu logotipi ham, butik logotipimizni ham bizning nomimizni patentladik va shu dizayn asosida do'kon qildik. Bizning do'konda ko'p mol bo'lmaydi, bet bozor emas. Dona Brige, Rolex, misol uchun RM hozir AP kelyapti. Ademar Pegi. Shunaqa qimmatbaho yaxshi soatlar dona turadigan joy. Siz mijozlarga aytgan soatini qancha muddatda, agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Dubaydan qancha muddatda olib kelib berasiz? 1 kun, 2 kun. 1 kun, 2 kun. 1 kun, 2 kun. Ba'zida shunaqa holat bo'lgan. Soatda ham olib keltirib berganmiz. Ertalab oxirgi soat 9:10 da bizga buyurtma tushgan. Biz borib Dubay Malldan olib aeroportdan berganmiz. Kechasi soat 6 da. Shomdan oldin, ba'zida shomdan keyin, vaqtga qarab, yoz qishligiga qarab o'zgarib turadi. Shunaqa 7-8 soat ichida boshqa vatandan boshqa vatanga, boshqa davlatdan mana hozirgi kunda siz O'zbekistonda, Dubayda faoliyat yurityapsiz. Keyingi maqsadlar hozir qanaqa? Ya'ni siz doimiy Dubayga yana ketish niyatingiz bormi yoki-da ora muddatda bir O'zbekistonda, bir Dubayda bo'ladimi? Bundan keyingi rejalaringiz? Yashash plani ishimizga qarab, bizani Rolex yoki boshqa brendlar juda ham chiroyli kutib oladi va bizga yengillik kelganda event deydi. O'sha yengil soatlarni ko'rgazmasiga chaqiradi. Chaqirgan paytda yengillik ko'rishimiz va soat yoki sumka yo'nalishida brendlarni o'rganish uchun biz qachon ehtiyoj sezsak Dubayga boramiz, qachon vatanimizni sog'inib betda bo'lishimiz kerak bo'lgan bo'lsa, betga kelamiz. Endi biz 3 yil, 4 yil davomida uzluksiz juda ham kam boshqa joylarga borib orada chiqdik. Shu soat yo'nalishi bo'yicha boshqa, faqat ish yo'nalishida yurdik. Ota-onamiz sog'ingan payt qarindoshlarimiz, boshqa yaqinlar kelib ketib turishdi Dubayga. Men aytdi, fokusni yo'qotmay ishladim. Hozir men bo'lmasam ham aytdi, shogirdlarimiz bor. Ish tizimlashgan, ish mansizdan bituradi. Lekin meni o'sha katta zakaslarim kelganda Rolex'lar 6 oy, 1 yil, 2 yillab kutib olinadigan modellari bor. Bizda bir necha profillar bor. O'sha qaysi profilimizga yangi soat kelsa yoki qaysi brend yangi soat chiqarsa, bizani taklif qilsa, o'sha taklifiga qarab biz o'sha Dubay davlatiga borib, bitta ishimizni bitirib, yana qaytaveramiz. Bu yerda misol uchun uyimiz, mashinamiz bo'lgandek, u yerda ham uyimiz, mashinamiz bor. Hamma qulayliklar bor. Aytamiz bizga ikkinchi vatandek bo'lib qolgan Dubay. Obid Sobitov do'konlarini, ya'ni butiklarini boshqa viloyatlarda ham ochish niyatingiz bormi? Mana endi bizga juda ko'p Qo'qondan, Samarqanddan, yana boshqa ko'p insonlar beryotdi. Biz endi shoshmasdan yaxshilab kelishuvni to'g'ri qilib, brend patentlab oldik muhimi. Endi ochishimiz mumkin franchiza qilib. Biz joyi ko'paytirish emas maqsadimiz, biz servis va sifatni oshirish. Biz ko'zimiz yetgan joy bo'lsa, ochishimiz mumkin. Toshkentdan keyin bizani eng jiddiy mijozlarimiz Samarqandda joylashgan. Birinchi ochilsa ham katta ehtimol Samarqandda yoki Qo'qonda ochiladi. Dubayga borishgacha bo'lgan davrda eng og'ir ko'rgan kuningiz qaysi bo'lgan? O'sha paytda taslim bo'lgingiz kelganmi? Bir qiyinchilik oldi. Dubayga borishimdan oldin men Sibirda do'kon ochganman. Sherikchiligiga. Akamiz mana shunaqa joyim bor, ochaylik deb taklif qilganlar. Men u paytda sarmoya jihatdan yana bitta do'kon ochishga tayyor bo'lmaganman. Akamiz mayli, qo'ldan kelgancha biz ham qarashamiz deganlar. Endi aytganman, mendan mehnat, sizdan unda sarmoya bo'lsin, investitsiya ishlaymiz deganman. Akamni keladigan narsalari, ba'zi narsalar cho'zilgan. Ko'p narsalar o'zimga qolgan. Keyin men o'sha joyga sherikchilik qilib yana mol olib kelganman. Shunda naqd va nasiya ishlari, naqd sotilsa xursandchilik bo'lgan, nasiya bo'lsa muammo bo'lgan. Keyin nasiya savdoga salkam $100,000 qo'yib beradigan bir do'kon bo'lgan.
katta chakana savdo qiladigan, optim savdo qiladigan do'kon bo'lgan. Yaqin bo'lganmiz u inson bilan. 60 ming, 70 ming yillab ostatkada yurardik, yopardik, yana olardik mol. Keyin bir kuni CBdagi do'konimiz ochilish kuni eski qarzni yoping, yangi mol jo'natamiz deyishgan. Men o'shanga qarab CBdan ko'p mol olmay, o'sha yangi mollarga ishonib, o'sha qarzni yopib berganman. Qancha so'mma bo'lgan? Katta summa emas, 10 mingmi atrof pul qolgan bo'lgan. Yopib berganman, lekin o'sha yerda ozgina yolg'on gapirishgan. Soat ochilishiga yarim soat, 1 soat qolganda aka kelyaptimi, mol o'sha ozgina qoldi, tez taxlashimiz kerak desam, oxirgi daqiqada aka, men planim pulga yetishidi. Mol jo'natmaymiz. Shunaqa nima desangiz ham aka anaqa rozi bo'ling deyishgan. Sukut qilganman, juda og'ir bo'lgan, chunki mehmonlar chaqirilgan, yerga furshetlar qilingan, do'st bor, dushman bor har bitta insonda. Bitta o'ylaganman-da, yaxshilikka deganman, alhamdulillah deganman. Aka, sizni ochilishda kutamiz deganman. Keling o'zingiz mol bermasangiz ham deganman. U odam hayron qolgan, chunki unaqa holatda ko'pchilik hissiyotga berilib so'kadi, urushadi yoki kimnidir aralashtiradi, mol olmoqchi bo'ladi yoki urushmoqchi bo'ladi. Alloh taolo aytadi, hayotingizda bir ish sodir bo'ladi, sizlarga yoqmaydi, balki orqasida yaxshilik bordir deydi. Biza nima bo'lsa ham o'zimizni gunohlarimiz sabab, xatolarimiz sabab shu bizga dars bo'ldi deb bilamiz va juda ko'p kuyinmaymiz. Rizq ekan, alhamdulillah deymiz. O'zi insonlar shoshadi, biz hammamiz fitratimizda bor, faqat insonlar deganda o'zim ham o'sha insonlarni chekiraman, men ham insonman. Lekin shoshmaslikka iloji boricha harakat qilaman. Muomala jihatda ham mana shunaqa oldi berdida muammo bo'lib qolsa ham, masalan, men juda qiynalganman. Nasiya savdoda mendan 100 ming dollardan oshuv insonlarda haqqim qolib ketgan. Yosh o'sib kelayotgan tadbirkorga bu katta pul. O'sha payt so'rasam ham ko'pchilik bermasdi. Men ularni ustidan yozgim kelmasdi yoki ko'chadagi to'polonchi gap o'tadigan akalarga, sho'x insonlarga, ko'cha bolalarga qo'pol qilib aytganda, olib beraman deysa ham, keling shu ukangiz bilan yo o'rtog'ingiz bilan aka-ukachilik pul uchun buzilmasin, insof bersin deb ketganmiz. Lekin o'zimizga qiyin bo'lgan. O'zimizdan o'tganini o'zimiz bilganmiz. Lekin bizi umumiy hayotda qoidamiz qanaqa inson bo'lishdan qat'iy nazar insondan pulni aziz ko'rmaymiz. Shu narsa, misol uchun, bizga katta foyda bergan. Kimdirda 5 ming qolib ketishi mumkin, kimdirda 10 ming, lekin u 5 ming, 10 mingni deb siz urushib o'lib ketishingiz ham mumkin-da. Sizni hayotingizga, ota-onangizga misol uchun bergan va'dalaringiz, hayotingizdagi qo'ygan maqsadlaringiz, ularga yetisha olmasligingiz uchun u summaning ahamiyati yo'q, arzimaydi pul. Chunki insonlar hozir bekorchilar ko'p, asabiy insonlar ko'p. Dushmanni hammasi ham oldidan kelavermaydi, orqadan pichoq uradigan insonlar bor. Shunaqa payt pul uchun urushib talashib, u insonni ham oilasiga, o'zingizga ham xavf yoki qamalib ketish mumkin inson. Shu narsalardan ham to'g'risi biz juda sabr qilib, orqasini o'ylab o'tib ketganmiz ko'z yumib. Hozirgi kunda o'sha insonlarning ichida qamalib ketganlari bor, qarzi borlarning ichida olamdan o'tganlari bor. Ya'ni o'sha avariya bo'lib o'lib ketganlar bor. Men to'g'risini aytaman, o'sha insonlardan men kechganman. Ya'ni tiriklari, imkoniyati borlardan so'rab turaman. O'lib ketgan yoki qamalib ketganlardan men o'zim rahmga muhtoj insonman. Rahm qilib o'tib ketishi to'g'ri deb bilaman. Hadisda keladi, yerdagilarga rahm qilgan, osmondagi zot senga rahm qiladi degan mazmunda. Olimlarimiz yaxshi biladi. Kechiruvchanlik, ketishlik eng afzali Baqara surasining oxirida ham kelgan bu narsa. Hozirgi kunda siz o'zingiz yo'nalishingizda eng ko'zga ko'ringan o'zini shaxsiy brendini ommaga taqdim qilib, ommaga tanitib kelayotgan tadbirkorlardansiz. Va mana shu holatga yetguningizgacha sizni yuzingizga yopilgan eshiklar yoki o'zingizga yaqin insonlaringizdan kelgan xiyonatlar bo'ladi. Har bitta insonda bo'ladi. Shu sizni esingizda qolib ketgani yoki
doim ana shu narsa bo'lganligi uchun ham men hozir shu holatga chiqdim degan holatlar bo'lganmi aka? Endi biz u narsa uchun chiqdik demaymiz, lekin inson tafakkuri to'g'ri qilsa, misol uchun qiyin kunida o'sha yopilgan eshiklar esda qoladi. Lekin ular ham yaxshilikka deb bo'ladi-da, o'sha boshida aytganimdek, inson birovdan, insonlardan bir so'raverib kutirish kerak emas. So'raysiz, majbur so'raysiz, qiynalasiz. Lekin faqat insonlardan so'raversangiz, Alloh taolo sizni o'sha insonlarga bog'lab qo'yadi. Bir so'raysiz, ikki so'raysiz, keyin xayrli holatda o'zi yetkazishini so'raysiz, shu sizga ishongan odam o'zi yo'lingizdan chiqadi. Bu insonlarni ham men bir malomat qilmayman, ya'ni yopish kerak bo'lgan, yopgan. Men ularga rahmat deyman. Pul uchun emas, ya'ni menda maqsad insonlar bilan menga foydasi tegsa zo'r, foydasi tegmasa yomon degani emas. Men boshqa yo'lini qidirib shu narsani topishim xayrli bo'ladi. Har bitta ana shu holatingizni bir kun emas, bir kun shu yo'ldan chiqib ketaman, shu qiyinchilikdan chiqib ketaman degan holatingizda sizga yordam berganlar kimlar bo'lgan? Yordam berganlar ko'p holatda birinchi navbatda ota-onangiz bo'ladi. Duo qiladi sizni, yaxshi niyat qiladi, hammasi yaxshi bo'ladi deydi. Ahlingiz va sizni shirindan shakar farzandlaringiz, qavmi qarindoshingiz, asosan sizni yoningizda turadiganlar. Keyin O'zbekiston ko'pchilik yomonlikda. Men butunlay O'zbekistondan ko'rgan yaxshiligim bilan ko'rgan yomonligimni solishtirsa, o'sha yomonlik, xiyonat qilgan insonlar, to'g'risi yoki eshik yopgan insonlar unutilib ketadigan darajada ko'p insonlardan yaxshilik ko'rganman. Misol uchun, balkim bizani ko'nglimiz kengroq bo'lgani uchun ham Alloh taolo shunaqa rizq bergandir. Biz ham kimnidir urmadik, kimnidir so'kmadik, kimnidir ustidan yozib qamatmadik. Bizga ham balkim Alloh taolo shunga rahim qilib mehribon insonlarni, yaxshilik qiladigan insonlar ko'p O'zbekistonda. O'zbeklar bu deymiz, hammamiz bilib bilmay ba'zida gapirishimiz mumkin. Achchig'imiz kelib, ikkita odamdan yomonlik ko'rsak, butun millatni yomonlashimiz mumkin, lekin yo'q. Mana Turkiyada yer qimirlashlar bo'ldi. Kim yordam berdi masalan? O'zbeklar juda katta yordam berdi. Yoki o'zimizda qanchadan qancha yetimxonalarga misol yordam qilayotganlar bor. Qanchadan qancha yengi bir qiynalgan oilalarni topib ehson qilayotganlar bor. O'zbeklar mehmon do'st. Musofir yurtda ham yaxshilik ko'rdik o'zbeklardan. Men o'zbekligimdan uyalmayman lekin. Inshaalloh mana bu narsani men nega aytaman? Bizni mana Dubay Mallda yursa, arabmi, inglizmi, amerikalikmi, qaysi millat vakili bo'lishidan qat'iy nazar kulib kutib oladi. Kulib kutib oladi. Erta o'sha kulib kutib olishiga hissa qo'shgan o'zbeklar ko'p, mehnat qilgan, ko'p yaxshilik qilgan, misol uchun o'zbekman deb faxrlanishiga loyiq ishlar qilib qo'ygan insonlar ham ko'p. Bir xil tangani ikki taraf bo'ladi. Kamchilikni ko'rib, o'zbeklar u biz unaqamiz, biz qolamiz deydi. Lekin har doim ham u gaplar to'g'ri emas. Siz biznesda o'z nomingizni brendga aylantirdingiz. Bu ko'proq marketing yutug'imi yoki real mahsulot kuchimi? Bu narsa Allohdan rizq, ota-onamiz duosi va tinimsiz umid bilan qilingan harakat natijasi deb bilaman. Yaxshi muomala bilan bir kun undoq bo'ladi, bir kun bundoq bo'ladi. Umid so'ndirmasdan oldingi harakat natijasi deb bilaman. Siz butik ochganingizda odamlar shunchaki kiyim emas, balki ruhiy holat ham sotishib oladi. Hissiyot sotib oladi. Hissiyot. Sizningcha o'zbek xaridorlari, ya'ni o'zbek mijozlaringiz eng ko'p nimaga pul to'lashga tayyor? O'zbeklarmi yoki boshqa millat vakillari bo'lsin, inson soatni vaqt ko'rish uchun sotib olmaydi. Vaqt uchun qarash mumkin, albatta, soatga. Lekin inson qimmatbaho soatni o'zini qadrini, qiymatini yoki biznes darajasida qarasangiz, uni investitsiyaga bo'lgan qarashini
va tushunchalarini, qadriyatlarini bildiradi-da. Misol, bizani bitta akamiz kecha eslab o'tdik. O'sha qimmat soat, salkam $200,000 qimmat soat sotib olganlarda ham o'sha inson aytganlar-da menga. Obid aka, biz bu tovarlarni o'zimizga o'zimiz xursandchilik, hissiyot berish uchun sotib olamiz. Bu narsalar, misol, yaxshi restoranda ovqatlanish yoki bir chiroyli poyabzal yoki usti bosh kiyish yoki qimmatbaho parfyum sepish bir xil kambag'al yurish zo'r deb o'ylaydi. Aksari ilmiy, ma'naviy va moddiy kambag'al insonlar ko'p shunaqa o'ylaydi. Bu tark qilish kerak. Aslida hammamiz faqirmiz, hammamiz Allohga ehtiyoji bor insonlarmiz. Boy odamga $100,000 yetmasa, kambag'al odamga $100 yetmaydi. Hammaga yetmaydi umrining oxirigacha. Aytmoqchi bo'lgan narsam, hammamiz ehtiyojimiz bor, lekin mazlum bo'lib, o'zidan bechorani ko'rsatib, o'sha kambag'al bo'lib yurishni afzal deb bilish noto'g'ri. Alloh taolo go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Alloh taolo bergan ne'matlarini o'sha bandasini ustida ko'rishni xohlaydi. Faqat bu narsa butunlay brend bo'ladimi, soat bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar Allohdan boshqa hammasi butunlay qalbda bo'lish kerak emas. Ya'ni faqat shu narsaga bog'lanib qolmasa inson, chiroyli kiyinib yurishida, chiroyli mashinada yurishida, chiroyli soat taqishida, yaxshi qimmatbaho parfyumlar sepishida unda muammo yo'q. Bizani mazhabimiz boshi Abu Hanifa rahimahulloh baland uyda turganlar nimagaligini so'rashganda, kimdir qarz so'ramoqchi bo'lsa, bilsin menda pul borligini va boshpana borligini deb maqsad qilganlar-da. Olim bilan obid har xil fikrlar ekan-da. Obid ma'nosi shunchaki ibodatgo'y inson, ilmi yo'q, olim emas, ilmi bor, o'sha o'ziga zarur masalalarda bilganicha biladi. Namoz o'qiydi, ro'za tutadi, zakot beradi, haj qiladi, ilm oladi. Lekin olim inson bilan obid solishtirganda bir ichib o'tirgan inson, mast bo'lib o'tirgan insonni ko'rganda obid inson ko'rib jahl qilar ekan. Uni ham qilayotgan ishi to'g'ri, ya'ni bir ma'siyatni ko'rsa jahli chiqishi bu o'ziga yarasha to'g'ri narsa. Lekin olim odam haligi insonni massa oldidan o'tganda kulib o'tib ketar ekanda. Sababini so'rashganda haligi mas odam unga jahl qilasizmi, boshqa qilasizmi, haligi holatdagi gapingizni u mas ololmaydi-da. Olimni kulishdan maqsad shu kulganimni eslab ertaga sog'lig'ingga, diningga, oilangga, cho'mchagingga bu narsa zarar. Ichmagin degan haqiqat gapini kechagi kulgisi sabab oladi. Gapimni ixlos bilan oladi degan maqsadda o'sha kulib o'tib ketar ekanda. Mana ehson qilganda odam o'zi bu narsani sir tutish kerak degan narsa bor o'zi. Lekin hozir biz sizga beradigan savolimiz shundan iboratki, tomoshabinlar ko'rib turib sizdan o'rnak olsin. Ya'ni shunaqa bir payt bo'lganmi, ehson qilganligim uchun men shu katta narsani ega bo'ldim degan bir paytlaringiz bo'lganmi aka? Bo'lgan, o'zi aytganingizdek bekitgan yaxshi, bitta eski maqol bor, ko'pchilik bilmaydi. Biladiganlar bor, eskilar, yosh kattalar. Yaxshilik qil, dengizga ot. Baliq bilmaydi, xoliq biladi degan gap bor. Ya'ni yaxshilik qilish qiyin, uni asrab qolish undan qiyin. Misol uchun xolislik bo'lsa, insonda ixlos bo'lsa, qilingan yaxshiliklar insonga asqotadi-da. Manfaat beradi. Men bittasini aytaman, akalarimizga, ukalarimizga, o'rtoqlarimizga shu narsa o'rnak yoki bir qanaqadir tavsiya. Ehsonni ixlos bilan xolis qilingan har qanaqasi yutuq. 5, 10, 7 baravardan 700 yoki 1000 baravargacha barakasini bersa, muhimi qaytadi u. Ko'chadami, uydami, mahalladami, qo'ni-qo'shnigami, mazlum odam sizni oldingizga bir eshik taqillatib kelishi o'zi bu sizga sinov, uni iloji boricha qaytarish kerak emas. Qarz bergingiz kelmasa, ozgina bo'lsa ham hadya qilib yuboring. O'sha sizga kelayotgan har xil balolarni, har xil kulfatlarni, har xil yomonliklarni oldini oladigan yaxshi sabab.
ehson qilib hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Xuddi Abdurahmon ibn Avf dunyo bo'yicha eng katta savdogar aytganlaridek, nima qilay ertalab yaxshilik qilsam, kechki payt 10 barobar bo'lib kelsa deganlaridek. Aynan shuni misolida bir narsani o'rnak qilib aytaman. Alloh o'zi qabul qilsin. Onamga $100 pul bilan ertalab ozgina so'm berdim. Kechki payt 100 barobardan oshiq bo'lib qaytdi. O'sha kunning o'zida. Bu bir haftalik holat. Yaxshi soatlar sotdik. Alloh fazli bilan $100 pulimiz 100 barobardan oshig'i $10,000 oshiq bo'ladi. $10,000 oshiq bo'lib qaytdi. Bu mana o'sha ota-onaga bo'lgan bu investitsiya bo'lib qarash kerak-da. Kimdir sinab ko'rsin, o'zi pul uchun qilish kerak emas, lekin xolis qilsangiz ham baribir baraka kiraveradi. Shuning uchun inson ota-onasidan, ahlidan, farzandlaridan, qo'ni-qo'shnisidan, qarindoshidan imkon boricha ayash kerak emas. Bu faqat o'ziga plyusga ishlaydi. Dubayda bo'lgan paytlaringizda siz Amerikaga, Londonga, kelsa Qozog'istonga ham Rolex shu mijozlarga Rolex sotdingiz. Qaysi davlat eng ko'p xarid qiladi? O'zbekistondan tashqari. O'zbekistondan tashqari Turkiyadan ko'p olishadi. Amerikadan ko'p olishadi. Bizda-chi mana bunaqa narsada karvon ko'p, rizq bo'laydiganda Alloh aziz qilsin, men sekin-sekin butun dunyoga sotaman. Moskvaga ko'p sotaman. Birinchi qimmat soatlarimni Moskvaga sotganman. Keyin bizani yaxshi ko'rib, shu bolaga foyda bo'lsin deb ilinadigan hamyurtlarimiz bor. Sunnat degan akamiz, sunnatiga rozi bo'lasiz. Instagramingizga atmetga qilmaymiz. Bizga ilinib Bobur degan akalari bor, katta biznesmen Amerikada. 2 AP qilib berdim. Keyslarimiz katta, yaxshi uy olsa bo'ladigan keyslar. O'tdavomiy shu ukamiz ham ishonchli, ham foyda bo'lsa, o'z-o'ziga bo'lsin. Haligi gap bor. Qo'yningdan to'kilgani qo'njingga degan. O'zingnikiga bo'lsa, o'sha afzalda. Ya'ni bozorda yoshlikdan bizni adamimizni shu dodalarimizni oldida yurganmiz. Qo'y bozorga, mol bozorga tushganda zo'r qo'y olinsa, pulingiz o'zingiz bilan ketdi derdi-da. Shunaqa ko'p bizani ilinib, bizani bir mana shu ukamiz foydalansin, mana shu o'rtog'imiz foydalansin deb bizdan ilinadiganlar bor. Bu narsani umumiy keyin o'sha vatandoshlarimizga tavsiya qilaman. O'rtog'ingiz kofe do'kon ochsa, o'sha o'rtog'ingizni kofe do'koniga borib, albatta, kofedan iching, yaqinlaringizga ilining. O'rtog'ingizni xursand qilsangiz ham xolis sizga Alloh baraka beraveradi. Oddiy odam sizga Instagram orqali yozadi. Aka, menga Rolex kerak. Siz unga birinchi narx aytasizmi yoki avval ishonch qurishga harakat qilasizmi? Bizga Alloh fazli bilan ishonch odamlar oldindan ishonib chiqadi aksar holatda. Birinchi sotuvchi mijozni eshitish kerak. Mijozni talabi nima, nimalarni xohlaydi, qanaqa summada tovar sotib olmoqchi, qanaqa kaprizlari bor, o'sha narsalarni mijozni fikrini har bittasidan e'tibor bilan eshitib, bizni mijozga aytamizki, aksar holatda akajon, telefon raqamingizni yuboring, biz sizga bog'lanamiz deymiz. Telefon orqali yoki ko'rishib, hamma savollariga to'liq javob beramiz. Kechagina bir opamiz yaqin akamiz orqali chiqyaptilar. Juda haligi xavotir oladigan, birovga ishonish qiyin bo'lgan ayol ekanlar. Biz shunaqa nozik, ko'ngli nozik insonlarni ham to'g'ri gap gapirib, boricha ko'nglini olib, ishonchini ta'minlaymiz, oqlaymiz. Toshkentdagi boshqa soat do'konlar yoki boshqa chet el davlatlarida anchadan beri Rolex olmoqchi bo'lib ishonmay yurar ekanlar. Opajon dedim, 3-4 ta savollarim bor edi. Shu pulni qancha beraman? Mol qachon keladi? Keyin qanaqa qilib originalligini bilaman deb aytdilar. Opa dedim, pulni xohlasangiz bir qismini berasiz, xohlasangiz butunlay berasiz. 1 kun, 2 kun, 3 kun da qo'lingizda bo'ladi dedik.
original yoki original emasligi haqida savolingizni keng tushunamiz, lekin bu savol bizga bermaysiz ham bo'ladi o'zi dedik. Sababi siz bizga misol uchun chiqyapsiz, bizani tavsiya qilgan mijozimiz Sardor akam bizdan juda katta savdolar qilganlar. Biroq so'rang ulardan desam, men juda yaxshi bilaman ularni, ishonaman. O'zi sizni ham ko'p eshitib chiqib, yana o'zingizdan so'rayapman dedilar. Kaprizlaringizni to'g'ri tushunamiz dedik. Bizdan olgan soatingiz polirovka bo'lmagan, ya'ni ishlatib turib keyin yaltillatib qo'yilmagan, mexanizmi yoki sifirbilati alishmagan yoki ID'si o'zgartirilmaganligini siz uchun o'zimizni cho'mchagimizdan Rolex servis sentrdan tekshirib beramiz sizga dedik. Uni butun dunyoga olib borib ko'rsatib, o'zingiz tasdiqlayverasiz. Har qanaqa joyda Rolex do'koniga borib tekshirib turaverasiz deb aytdik. Opamiz bittada to'g'ri tushunib bo'ldi, men ertaga Bahodir aka pul olib beradilar, ertaga pul tashab ketaman deb baraka qildilar. Bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Bir mijozimizga bir do'kon bizdan sal qimmatroq narx aytgan. Ozgina bizdan olganligini bilib, ozgina shubha tashlagan qalbiga, bu anaqa sistemada chiqmayapti degan soatni. Bilib turibdi, ko'rib turibdi original. Biz Instagramga o'sha savdoni, shu opamiz olganliklarini qo'yganimizdan keyin, ular opa olib borganlarida ozgina g'ulg'ula solgan. Mayli dedik. Opa dedik, bu narsa o'ziga qarshi ishlaydi dedik. Chunki Rolex yaxshi tushungan odam bu narsani to'g'ri informatsiya berishi o'zini foydasiga. Noto'g'ri informatsiya bersa, o'zi soatni tushunmasligiga dalolat bo'ladi bu dedik. Keyin Rolex Service Center xulosasini tashab berdik u opaga. Keyin opa dedim, qachon Dubayga kelasiz dedim. Yaqin akamiz ayoli. Shu kunlarda o'tishim kerak, kakras biznes safarim bor dedilar. Men prosta oldingizda o'tiraman, xohlasangiz o'zingiz kirasiz dedim. Rolexni dunyodagi eng katta magaziniga olib kirib chiqaman sizni dedim. Tekshirtirasiz, berasiz ID'sini, soatni o'zini. Ko'rib olasiz o'zingiz uchun dedim. Bo'ldi, xursand bo'ldilar. Keyin aytdimki, opa dedim, Rolexni kimdir ko'rib, referensini, ID'sini, oddiy Rolex do'kon ko'rib original yoki poddelkaligini aytishi mumkin dedim. Lekin uni sistemasida Amerikadan olingan Rolex Toshkentda chiqmaydi sistemada. Dubaydan olingan Rolex Amerikada sistemada qaysi davlatdan olinganligi, misol oddiy Rolex do'koniga dostуп yo'q u narsani ko'rishga. Kompyuter ochadi, o'zi misol uchun original yoki boshqaligini qanaqadir dostupi bor ma'lumotini ko'rish mumkin. Unaqa to'liq ma'lumot kim olgan, qachon chiqqan, hamma to'liq ma'lumotini displeysi alishganmi, alishmaganmi faqatgina Rolex Service Centri belgilab va aniq bilib bera oladi. Bo'ldi dedim. Keyin общий bizdan olgan ko'p mijozlarga kontakt berdim. Mana falon tanishlaringiz ham bizdan olganlar. Bemalol biz haqimizda so'rashingiz mumkin. Opa dedim. Lekin bu do'konga hozir siz aytayotgan do'konga biz borsak dedim, prosta o'zi uyalib qoladi dedim. Xohlasangiz Rolex'dagi bizning partnyorimiz, biz Rolex oladigan akamiz Dubayda 10 yil Siddiqiyda ishlaganlar. 10 yil atrofi Siddiqiyda Rolex do'konida, ofitsialniy do'konda ishlaganlar-da. U narsa ko'p bo'lgan. Yaqinda ham Rolex sotgan akamiz Amerikaga borganlar, polirovka qilib ber deganlar. Shunda ID'sini bersa, haligi ko'chadan kelib prosta Rolexni ko'rsatib turgandan ko'ra, misol 1,5 millik servis, sizni garantiyangiz bor ekan, bo'ldi, qilib beramiz deb shundoqga arzimagan pulga yoki misol uchun 2 millik narsani bo'ldi $300 berasiz. Hali mamincha anaqangiz bor ekan. Приятный bo'ldi, Obidjon. Ming rahmat sizga shunaqa sifatli tovar sotganingiz uchun. Arzimagan pulga menga o'sha qirilgan, chizilgan Roleximizni yengilga qilib beramiz. Garantiyasi bor Rolexingni deb aytdi. Yanada ko'nglim to'q bo'ldi sizdan dotlar. Bunaqa narsalar ko'p bo'ladi. Mana ko'pchilik hozirgi kunda mana Instagramda o'zim ko'p o'tirasiz. Instagramda haligi soat bilan shug'ullanadiganlar, ya'ni tilla purishlar, agar sizga pul kerak bo'lsa, vaqtinchalikka tillangizni qo'ying yoki-da soatingiz bo'lsa, soatingizni olib qolamiz. Biz sizga aytgan summangizni beramiz deb. Mana shu holatda odamlar misol uchun hozirgi kundagi o'zining qimmat soatlarini ham arzon holatda sotib olayotganlar juda ko'p uchrayapti. Mana shu holatga siz qaysi
qanday taklif bera olasiz? Xo'p, bizni mijozlarimizni o'sha olingan soatligisini yerga urmagan holatda ko'zimiz yetsa, pulimiz bo'lsa, kassamizda, seyfimizda naqd olib qolishimiz mumkin. Agar bo'sh pulimiz bo'lmasa yoki bizga u soatni pul tikkandan ko'ra tezroq soat berish qulay bo'lsa, bizni 20 minglik Rolex'ni 10 mingga olib qolmaymiz. 18 ming, 17 ming, 19 ming narx berishimiz mumkin. Balkim oshib ketgan bo'lsa, oshib ketgan narxini aytishimiz mumkin. Ustida shu ozgina foydasini ko'rsak ham, muhimi mijoz baraka topsin va bizdan rozi bo'lsin. Shu narsani biz birinchi o'ringa qo'yamiz va kimga olib borishligingizdan, qayerda sotishligingizdan qat'iy nazar Telegramga bir og'iz aloqaga chiqib, maslahat so'rashligisini men tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi bir xilligi Rolex podarka uchun keladi. Kimdir 30 mingga oladi, kimdir 15 mingga oladi. Ba'zi boshqa soatchilar hamma deya olmayman. Juda arzon baholab olib qolishadi. Pul zararligini sezgandan keyin battar tushirishadi narxni. Shunaqa. U adolatdan emas. Shu narsalarga qarab Rolex'ni bilishsinki, bir marta, ikki marta taqilsa, uni qiymati yarim narxga tushib ketmaydi. Balkim oshadi. Kecha sizga bitta misol qildim. Ukamizga 15400 ga Rolex Digest olib berdik. Ichi motiv kolleksiyasini, motiv yopildi u kolleksiya. U hozir 19 ming, 20 mingga taqilgan holatida sota oladi Rolex'ni. Mana hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz yosh tadbirkorlarga va biz yoshlarga umuman keng e'tibor qaratib, barcha sharoitlarni qilib beryapti. Shu miqyosida hozirgi beradigan savollarimiz shulardan iborat. Prezidentimiz yoshlarni qo'llab-quvvatlash haqida ko'p gapiryapti. Sizningcha yoshlar bu ishonchni qanday oqlash kerak? Yosh tadbirkorlarga Halol bo'lishi kerak, halol bo'lishi kerak, o'zini kasbini sevish kerak. Va foyda bersa foyda oladi. Jamiyatga foydani o'ylash kerak. Nima qilsam men, ya'ni sotib ishim bitdi ketdim emas-da. O'sha ishni zo'r o'rganib, o'sha vatandagi yoshlarga ish o'rinlarini paydo qilish kerak. O'sha o'zini biznesini tizimlashtirib, ko'pchilikni tortish kerak. Qo'llab-quvvatlash kerak, to'g'ri foydalanish kerak bu narsadan. Mana siz hozirgi holatda tadbirkor sifatida, bundan tashqari bir aka sifatida ko'p yosh yigitlarimiz va qizlarimiz vaqtini bekorga sarflab, noto'g'ri yo'llarga kirib ketmoqda. Sizningcha ularni qaytarish uchun birinchi navbatda nima qilish kerak? Birinchi navbatda qo'sh inidan ko'rganini qiladi degandek, ota agar o'zi relis ko'rib o'tirsa, ota o'zi bekorchi bo'lsa, ona o'zi tarbiyali bo'lmasa, uni bolasi hech qachon tarbiyali bo'lmaydi. Qo'sh inida ko'rganini qiladi. Har bir narsa uydan boshlanadi. O'sha inson farzandini kelajakda, hayotda o'z o'rnini topib, o'ziga yarasha mavqe, e'tibor, obro'si, jamiyatda o'rni bo'lishini xohlasa, o'zi o'rnak bo'lsin farzandiga. Bu narsani faqat yoshlar deymiz. Yoshlar ham otasi nima qilsa o'sha ko'rganini qiladi. Onasi ko'rganini qiladi. Lekin ba'zida bo'ladi, ota aqlli inson, ota tadbirkor, lekin farzandga e'tibor bermaydi. Bo'ldi, men ishlayapman, hammaga yetadi. Hammasi men qilib berganimni bolam tinch yeb yashasa bo'ldi. Yo'q. Dubay podshohi Sheyx Muhammad aytdiki, meni ota-bobam tuyada yurgan dedi. Men hozir Land Roverda, Mercedesda yuribman dedi. Meni bolalarim Mercedesda, Land Roverda yuribdi dedi. Ertaga bollari ham o'sha qimmatbaho mashinada yurishi mumkin. Lekin kelajakda qaysidir meni nabiralarim, chevaralarim yanada tuyada yurishi mumkin dedi. Bu nima degani desiz? Qiyin davrlar kuchli insonlar voyaga yetishiga sabab bo'ladi. Inson qiyinchilikda ko'proq yaxshi natijalarga erishadi. Hali aytganimdek, men qarz bilan boshlaganman dedi-yu biznesni.
Ba'zi insonlar oilaviy sharoitini, ota-onasini yoki niyatlaridan kelib chiqib, ichidan o'zi motivatsiya keladi. O'sha qilmoqchi bo'lgan yaxshiliklarini o'ylaydi. Maqsadlariga erishish uchun o'rnidan turadi u. Ba'zi insonlarda duh bo'ladi. Tavakkalchi bo'ladi. Bir yutadi, bir yutqizadi. Katta maqsadiga yetishguncha tinmaydi. Ba'zi insonlar qarz bilan, sharoit og'irligidan kuchli inson bo'ladi. O'sha hozir otasi boy bo'lsa ham hunar bilan, ilm bilan ta'minlash kerak va farzandini kontrol qilish kerak. Farzandini kontrol qilmayotgan bo'lsa ota-ona, farzandlarni o'ziga yoshlarga maslahatim, hayot juda tez ekan. Biz yaqinda kichkina bola edik, yaqinda mahallada kopto tepib yurdik. Men qo'y boqib yurgan bolaman, po'choq terib yurdik yaqinda qo'ylarni boqib. Mana hozir 3 ta farzandimiz bor, yoshimiz 31 da. Qanaqa tez o'tib ketganini tasvirlab bera olmayman-da. Yana balkim Alloh umr bersa yana 30 yil yashaymiz yoki 20 yil, balkim 5 yil. Ertaga kim uyg'onishini hech kim bilmaydi. O'shaning uchun hayotda maqsad bu dunyoni ham yaxshiliklarini ko'rish, oxirat yaxshiliklarini ham ko'rish, to'g'rimi? Har bitta insonning maqsad. Shu maqsadga yetish uchun hozir bekorchilikni to'xtatib, bema'ni narsalarni to'xtatib, til o'rgansin, hunar o'rgansin, jamiyatga, o'ziga, oilasiga foyda keltirish g'amini qalbiga tushirib harakatni boshlasin deyman. Agar bugun siz oldingizga bir yigit kelib, aka men biznes qilmoqchiman, lekin nimadan boshlashni bilmayman desa, unga birinchi nima deysiz? Birinchi bismillah degin deyman. Duo qilgin, ota-onangdan duo olgin deyman. O'zing 10 xil, 20 xil ishni o'rganib ko'r atroflicha. Bu hunar bo'ladimi yoki bir ilmiy, misol uchun qanaqadir ustoz bo'lish mumkin, doktor bo'lish mumkin. Unga nima yoqishini qarash kerak. Mana men o'zimni ishimni dam olib qilaman. Charchamayman. Qancha ko'p savdo qilsam, qancha ko'p mijozlarni xursand qilsam, qancha ko'p foyda ko'rsam, men ham shuncha xursand bo'laman. Albatta, mana hozirgi kunda biz yoshlar orasida juda ham ko'p hozirgi kundagi muammosi yoshlarimiz orasida tez pul orzusi ko'payadi. Ya'ni tez pul topib, tezroq boyib ketish maqsadida. Sizningcha bu xavfli orzuni qanday qilib foydali energiyaga aylantirish mumkin? O'zi sekin zina chiqilgan balandlik uni ushlab turish osonroq bo'ladi-da. O'sha sekinlik, sabr orqasida boylik uzoqroq davom etadi. Ko'pchilik bittada boyishni xohlaydi. Bittada kelgan oson pulni ushlab turish ham oson emas. Ko'pchilik o'zini yo'qotib qo'yadi. Kayf safoga berilib ketadi. Uni o'zi topgandan ko'ra tezroq yo'qotib qo'yadi-da. Undan ko'ra halol, sabr bilan erishilgan boylik uzoqroq va barakaliroq bo'ladi. Va inson shoshmasdan bittada qanaqadir o'zi bilgan yoki qanaqadir faqat yaxshi tanimagan insonlar ko'p-da, internetda kuzatadi, bittada boyib qolgan deb o'ylaydi. Lekin u inson ham misol uchun o'sha darajaga chiqquncha o'zi bosib o'tgan yo'llarini, yig'lagan kunlarini, og'ir mas'uliyatli holatlarni o'zi biladi-da. Misol men o'zim masalan og'ir kunlarimni, qiyin holatlarimni hech kimga ko'rsatmayman. Lekin har bitta insonda bo'ladi. Bu degani men oson do'konlar ochib oldim yoki oson pul topdim degani emas-da. Shuning uchun qat'iyat birinchi o'rinda, maqsad va sabr bu halollik bilan boylikka olib boradigan o'sha eng to'g'ri yo'l deb bilaman. Muhimi harakat va to'xtamaslik. Mana hozirgi kundagi yosh tadbirkorlarimizga o'zingizni 3 ta eng qisqacha maslahatingiz. Ularga foydali va ana shu maslahatingizdan doimiy maqsadda foydalanib kelishlari uchun. Ko'p gapirdik, yana haqiqat gapiriladi. Bismillah deb ishni boshlash, ota-onadan duo olish, yoqtirgan ishini tanlab olish, o'sha ishni sevib, sabr bilan, matonat bilan oldinga to'xtamasdan qilish.
Mana hozirgi mana shu intervyu jarayonimizda ham sizni mijozlaringiz kelib va mana shu holatda ham hozir ancha savdo bo'ldi. Alhamdulillah. Mana shu mijozlar orasida eng esda qolarli bir voqealar bo'lganmi? Qiziq. Juda ko'p bo'lgan mijozlar orasida esda qolarli. Bir o'zingizni ham kayfiyatingizga ta'sir qiladigan bir kun umradamiz. Bir do'stim bilan, yaqin do'stim bilan oilaviy safardamiz. Bizani safar qilishimizda yordam bergan ham haydovchi, ham o'sha yerdagi Makkadagi, Madinadagi bo'lingan holatlar, tarix bilan bo'lishib yurgan bir yigit bizani shunaqa bir tushuntirib, aylantirib, ziyorat qildirdiki, biz uni gaplariga maftun bo'ldik. Menga mana shu kitobda turgan Rolex Daytona Platinumini arab raqamligi bo'yicha bir mijozimiz yozyaptilar. Yangi mijoz, gap so'zlari tayin, olish ehtimoli juda baland. Biz endi savdogar inson kim olmaslik ehtimolini biladi-da, ko'p holatda o'zi ishlayverib praktika oshib ketadi. Shot so'rayaptilar, Dubaydan shot so'rayaptilar. Bo'ldi, aniq qilaylik-da, baraka qilib tezroq hal qilaylik soatni. Olamiz, deyaptilar. Men hop deyapman-da, ularga tayin narsa aytolmayman. Hayolim haligi bolani gaplarida Makkada, Madinada. O'z bunaqa juda ko'p qiziq voqealar bor. Endi bitta shu menga yoqib esdalik bo'lganlardan biri dedingiz. Gaplarini tugatdi u bola, ziyorat qilib bo'ldik. U mijoz bilan bir muddat gaplashmadik. Men tayinli unga javob bermadim va oilaviy bitta umra amalini bajarib tavof qildik. Orada yana yozib qoldi haligi mijozda. Yana yozdi. Sraz men ham keyin atvet yozdim, javob qildim. Alloh fazli bilan sraz baraka bo'ldi. Haligi pulni shotga o'tkazib yubordi. Orada bir 6-7 soat haligi klient davay gaplashib hal qilaylik, bo'ldi, baraka qilaylik degan joydan kech yozdim-da. Men xotirjam bo'ldim. Rizq kelishi yozilgan bo'lsa, menga kelar ekanda. Endi men ko'p buni misolda bilganman. Ba'zida misol bunaqa qilsam bunaqa bo'lardi, men bunaqa qilishim kerak edi, tez yozishim to'g'ri, tez javob berish kerak, lekin biz maksimalni tez harakat qilamiz, o'zimiz mijozni kuttirmaymiz, lekin haligi holat shunaqa bo'ldi. Men xursand bo'lganim, ertaga holatda birinchi o'rinda nimaga chalg'idim men, ya'ni yaxshi narsa bilan chalg'idim deyman. Misol uchun, erta kayf safo bilan yo bir o'yin kulgi bilan chalg'ib klientga kech javob yozmadim-da. Ertaga tarix bo'lgan bir chiroyli voqealar, o'sha gap so'zlarga maftun bo'lib kech yozgan bo'lsam ham, mijoz yana aloqaga chiqib, sraz baraka qildi. Yaxshigina foyda ko'rdik. Men o'sha kuni 144 ming dollarga Rolex'dagi sotgan summamni yangiladim. Undan oldin 120 ming dollarlik Rolex sotgan edim. Keyin 144 mingga va u mijoz meni hayotda ko'rmagan. Ko'rmasdan shotimga, Dubaydagi shotimizga shuncha pul o'tkazib yubordim. Biz rosa xursand bo'lganmiz. Srazi juda xursandchilik bilan kayfiyatda do'stimga aytganman, bugun mehmondorchilik qilamiz. Barakasi bilan. Xursand bo'lib juda chiroyli emotsiya bilan. Menga ertaga foydani men undan ancha hamyonboproq soatlardan ham ko'p qilganman. 2000 dollar atrofi foyda qo'yganman haligi soatga-da. 2000 lik foydani 20 minglik Rolexdan ham ko'ramiz. Lekin men u кейsni shunaqa katta summali soatni kech yopsam ham, boshqa yo'sam ham klient meni qadrlab mendan savdo qilgani, kutib turgani meni juda xursand qilgan va ishonchim yana bir komil bo'lganki, hech qachon menga yozilgan rizq boshqasiga ketib qolmasligiga yana bir bor amin bo'lganman. Siz o'zingizni romantik inson deb hisoblaysizmi? Qanaqadir ma'noda, uni Instagramda juda kam ko'rsataman, lekin oilada o'sha er-xotinlik munosabatiga qaraydigan bo'lsak, er-xotin bilan o'sha joyiga kelsa romantika qilasiz, joyiga kelsa o'rtoqdek bo'lib birga masalan o'yin kulgi qilasiz. Me'yorida uni ko'chaga ko'rsatmagan holatda. Eng ko'p yoqtiradigan ovqatingiz qanaqa? Shuncha misol uchun ko'p mamlakatlarda bo'lasiz, lekin baribir o'zbek taomlari boshqacha. O'zbek taomlari bo'yicha va dunyo bo'yicha menga eng yoqqani to'y oshi o'zizani, choyxona palov eng yoqimli taom deb bilaman va men bu narsani Dubayda ham unutmaganman. Dubaylarni ham o'sha osh bilan, shashligimiz bilan va butun turistlarni mehmon qilganmiz. Men uyimda o'choq qozon, o'zimizning qo'ralar, hamma narsa zapasi turadi.
O'zbekistonni go'shtlaridan o'sha yerda ham yaxshi oshpazlar kelganda o'sha yerda borlardi. Chiroyli taomlar qildirib turamiz va O'zbekistonni kulturasi, milliy taomlari dunyo bo'yicha birinchi o'rinda deb bilaman men. Har bitta erkak kishini o'zi misol uchun yoqtirgan avtomobili bo'ladi. Sizni hozirgi kundagi minayotgan mashinangiz, o'zi umuman siz qaysi avtomobil markasiga qiziqasiz? Xo'p, dunyoda mashina miqyosida katta brendlar ko'p. Bir insonni gapini eslayman men har doim. Eng zo'r mashina bu yangi mashina deganda. Kim halol pul topib, o'zi uchun o'sha puli yetgan mashinasi o'zi avvalambor eng zo'r mashina o'sha deb bilaman. Brendlar jihatdan katta brendlarning hammasiga qiziqaman. Rolls-Royce, Lamborghini, misol uchun Ferrari, Mercedes-Benz. Menga BMW bilan Mercedes solishtirsa, Mercedes-Benz tarafdoriman. O'sha niyatim Gelandewagen olish. O'zbekistonda, Dubayda, u yerda ham, bu yerda ham. Bu yerda Toshkentda paytim birinchi Matiz avtomobilini olganman. Spark'ga o'sha hunardan pul to'plaganman. Spark'ga yoki Genter'ga yetadigan pul bo'lgan. Lekin undan oldin men mashinangizni haydab turing deb qarindosh urug'larga hadeb nima qilmasdim. Birovning omonatini buzib qo'ymay, urib qo'ymay deb shoshmasdim. Noldan o'zim sotib olgan mashinani haydab bir haftada o'rganganman. Yangi Matiz olganman. Best men uchun qadrli, esdalik mashina bo'lgan. Uni pochcham mashina purish bo'lganlar Abdulaziz akam. Necha yosh bo'lgansiz shunda? 18-17 lar atrof. Endi prava olgan paytimiz shunaqa atrofida. O'zim avtodorojniyni tugatganman. Pochcham aytganlarki, baribir yangi haydovchi o'tini uradi, botini uradi, boshida o'tga tekkizib olasan, qirib olasan. Shunga Spark yoki Gentra'da emas, birinchi Matizda o'rganib ol. Matizga katta tashamaydi o'sha payt. Matiz trend payt yoshlar o'rtasida. Olganmiz, baraga topib haydab, keyin sirazi avtosalondan Gentra olganmiz. Ikkinchi mashinam Gentra bo'lgan. Uchinchisi Captiva bo'lgan. Captiva o'sha eng oxirgi model edi. Toshkentga ketishimdan oldin Dubayga Captivani o'sha 4-pozitsiyasini, eng oxirgi modelini haydab yurganmiz. Bizga Chevrolet brendi juda ham yoqadi. Men Dubayga borib ko'p mashinalar haydadim. O'zimga yangi sotib olgan oxirgi mashinam bizadagi Taho'ni bitta pozitsiya balandroq desa bo'ladi. O'zi ikkalasi zavodli brend o'xshashligi bitta joyi. GMC bilan Taho bo'lsa, men shu GMCni katta Yukon, ana qarindosh urug'larimiz ko'p, bizda tanish bilishlarimiz ko'p. Hech kimni pulga kutib olmaganmiz shu paytgacha. Shunchaki qarindosh urug'ni qadrlaymiz. Kutib olib, ota-onamiz bilan yurishga katta mashina yoqadi o'zi, Bugatti mashinalar. Katta olganman, GMCni birinchi sotib olganman. $100,000 oshiga tushgan. Men naqd sotib olmaganman, variantga olganman. Bo'lib to'laganman. Hozir meni nomimda Dubayda GMC haydayman. Bu yoqqa kelib Malibu avtomobilini sotib oldim kundalik haydashga. Lekin tez orada nasib qilsin o'sha. Lekin sizni hozirgi kundagi mashinangiz ancha trendga aylandi. O'zingiz Instagram sahifangizda ham misol uchun mashinangiz nomerlari, o'zini turishi ham odamlarda tushunchasi shunaqa bo'lib qolganki, kimnidir kiyimiga qarab yokida ust-bosh soati, mashinasiga qarab turib fikr chiqaradi. Shunaqa insonlarga nima degan bo'lardingiz? Endi bu savolingizni avvalambor keng tushunaman va kengroq javob berishim kerak, lekin qisqaroq qilishga harakat qilaman. Xo'sh, avvalambor biznesmen inson to'g'ri va chiroyli kiyinib yurishi kerak. U qimmat va arzon bo'lishidan qat'iy nazar original brend bo'lishi kerak. Masalan, Stefano Ricci'ni padelkasini kiyishmasin-da, Massimo Dutti'ni originalini kiyishsin. Misol, Massimo Dutti'ni originalini kiygan odam obro'si Stefano Ricci'ni padelkasini kiygan odamdan ko'ra hurmati bo'ladi. Ya'ni bu brend miqyosida qaraydigan bo'lsangiz, inson o'ziga nimani ravo ko'rdi. Masalan, men endi mana pul topib, biznesmen bo'lib, ozgina kiyinishlarga yaxshiroq qarab yurishni boshlaganimdan beri faqat yaxshi brendlardan tovar sotib olaman. Oxirgi marta 10 ta atrof poyabzal sotib oldim. Kittendan, Louis Vuittondan, Loropianadan, misol Hermesdan, tapchikasidan ikkita, oyoq kiyimidan ikkita. Mana nimaga aytayman? Masalan, Hermes tapchikam 3 yil, 4 yil olganim hali ham turibdi uyimda but-butun. Sifatli brendlar, misol uchun bitta olasiz, borgan joyingizda o'zingiz uchun komfort, atrofdagilarga chiroyli ko'rinadi.
va o'sha tapchkani o'laroq misol 2-3 ta chiroyli tapchka yaxshisidan qilib olsangiz 4 yil ichida 40 ta tapchka kiyib yuboradi bir xilda. Tatimaydi, kiyganda zo'r turmaydi, komfort bo'lmaydi, lekin og'iradi, har xil qilib olaman undan ko'ra deydi. Undan ko'ra bitta zo'rini olish kerak. Yana imkoniyati bo'lganda yana bitta zo'rini qo'shib qo'yish kerak. Men endi tashqi ko'rinishiga qarab faqat baho beradigan tushunchani noto'g'ri deb bilaman. Lekin biznes o'laroq status uchun bu narsa ishlaydi. Insonlar sizni soatingizga yoki nimaga o'zingizga ravo ko'rganingizga qarab sizni biznesdagi yoki strategiyangizni, statusingizni belgilaydi. Bu misol uchun soat sizni qanaqadir ma'noda imzoyingizda. Siz nimani o'zingizga ravo ko'rasiz, nimani qadrli ko'rasiz. Chet elda Xitoylik milliarder Chen degan odam o'zini hayotidan kelib chiqib aytganki, mana bir o'rtog'im taksida keldi deyapti bitta katta tadbirga. Lekin qo'lida juda katta brenddan qimmatbaho soati bor edi. Haligi davrada uni hech kim taksida kelganiga e'tibor bermadi. Hamma soatiga qaradi. Ya'ni u o'ziga nima qiymatni bergan. Misol uchun Dubayda ham million dollarlik soatlar taqishadi. Nimaga desangiz, u statusini, o'zini biznesdagi urinini, o'ziga nima ravo ko'rganini belgilash uchun soat taqiladi. O'sha restoranga inson Bugatti'sini olib kira olmaydi, Rolls-Royce'ni olib kira olmaydi. Lekin restoranda siz o'tirgan odam sizni qanchalik nimangizni bilishi mumkin. Ko'p holatda mashinani arendaga olish mumkin-da. Misol uyni ham arendaga olish mumkin. Lekin soatni insonlar aksar holatda arendaga olmaydi. O'ziniki bo'ladi. Bu soat status berib turadi insonga. Chen aytayapti, keyingi o'rtog'i Bentley'da kelgan, lekin qo'lida soati bo'lmagan. Hamma uni bu mashina arenda yoki o'zini boy ko'rsatishga harakat qilayotgan insonda tasvirlagan. Men buni post qilib, o'sha qaysi Chen u kim yozgani menda tayyor turibdi, qo'yaman postimga. Endi biz Yevropaga qattiq taqlid qilgan, misol kimdirlarga qarab ham misol uchun yashamasligimiz kerak. Musulmon odam furqon sifati o'rtani olish kerak. Sizga joiz ko'rsangiz, bir hadis aytaman. Hadisda kamchiliklar bor. Biz olim emasmiz, obid odammiz, ilmsizmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir nochor kiyingan kishiga qarab, ahvoling qanday dedilar. Bu sahih hadis. Molu qo'ylarim bor dedi. Endi juda nochor kiyib olgan bo'ladi haligi kishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, unda uni asari sanda ko'rinsin dedilar. Ya'ni musulmon odam u eski kiyim kiyish kerak, yo bechirani yo'q qolish kerak, o'sha zo'r degani emas. Misol o'laroq qaraydigan bo'lsak, sahobalarning ichida ham qimmat ko'ylaklar kiygani bo'lgan, qimmatbaho parfyumlar sepgani bo'lgan. Muhimi bu narsalar qalbda bo'lmasligi kerak va mutlaq siz insonni bu tashqi ko'rinish bilan o'lchamasligingiz to'g'ri bo'ladi. Muhimi shu kostyum $100 $10,000 $100,000 musulmon odamniki chiroyli va ozoda bo'lsin. O'ziga qulay bo'lsin. Qolgani hammani imiji, statusi o'ziga qarab. Misol uchun bizni intervyu olishimizdan asosiy maqsad sizni fikringizni, sizni aytayotgan har bir so'zingizni bizni butun O'zbekistondagi yoshlar va tengdoshlarimiz umuman olganda endi shu yo'nalishda biznesini boshlamoqchi bo'layotgan tadbirkorlar tomosha qiladi va sizni qaysidir gaplaringiz va sizni berayotgan tavsiyalaringiz u yoshlarimizga demak, men misol uchun hozirgi kunda oddiy holatda ham mana shu biznesga kirsam bo'lar ekan yokida odamlar o'ziga, niyatiga hamma narsa bog'liq ekan degan narsani tushuntirish. Va mana hozirgi kunda prezidentimiz yoshlarimizga juda ham ko'p e'tibor qaratgan va mana shu e'tiborni misol uchun siz ham ko'rasiz, siz ham bilasiz har bitta narsani. Sizni o'zingiz tushunchangiz bo'yicha prezidentimiz qilayotgan siyosat, yoshlarga qaratayotgan e'tiborini qanday tushunib, qanday aytib bera olasiz? Hozirgi kunda tadbirkorlarga oldingiga qaraganda eshiklar kattaroq deb bilaman. Plus taraflari o'ziga yarasha ko'p deb bilaman. Ko'p tadbirkor akalarimiz oldingiga qaraganda bemalolroq ishlayapti. Bemalol o'zini qimmatbaho mashinasini haydayapti, soatini taqyapti, qimmatbaho uyini quryapti. Oldin insonlarga juda ham ta'ziqli kuchliroq bo'lgan deb bilaman-da. Oldin devorlarning rangigacha bir xil bo'lganda, tadbirkorlar qo'rqib yashagan. Hozir tadbirkorlarga
eshiklar katta. Chet ellarga bemalol chiqib kelyapti. Mana biz yashab keldik. Yerda ham masalan O'zbekistonni o'ziga yarasha o'sha ishlarini bitiradigan konsul xodimlari bor. Qachon borsak eshikni ochib kutib olishadi, ishimizni oson bitirib berishadi. O'ziga yarasha katta islohotlar, sharoitlar zo'r. Endi kimdirlarni bahona qilmasdan inson kamchilikni o'zidan topib, oldinga yursa, bismillah deb ishlasa, yoshlarga va qolgan tadbirkorlarga o'ziga yarasha katta plyuslar bo'lyapti deb o'ylayman men. Obid aka, qimmatli vaqtingizni bizga ayamasdan, biz yoshlarga ancha o'zingizni fikringizni berganingiz uchun sizga katta o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni birinchi loyihamizni siz qo'llab-quvvatlaganingiz uchun alohida unga katta rahmat aka. Men ham sizlarga va sizlarning jamoatingizga juda katta rahmat aytaman. Avvalambor hurmat qilib kelganinglar uchun, bizani birinchi o'rinda tanlaganinglar uchun. Biza ham, sizlar ham, O'zbekiston yoshlari, hamma tadbirkorlar, hammamiz sog'lik boy bo'lib yuraylik. O'zbekistonni butun dunyoga tanitadigan, O'zbekiston deganda faxrlanib bemalol dunyo davralariga chiqa oladigan zo'r katta savdogar, biznesmen, shifokor, doktor masalanda hamma o'zini sohasidagi lider insonlar dunyoga o'zini yuzi bilan chiqib O'zbekistonni faxri bo'lib yurishligini men hammaga tilab qolaman. Katta rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar, xo'p bo'lasiz. Xayrli bo'lsin, manfaatli bo'lsin. Aytganingizga Rahmat katta.